Mana ko'chatlarimiz sotuvga tayyor. Mana. Akadan sot? Jeremy. Jeremy na? Молодец. Mana giloslarimiz, mana olmalarimiz. Gilos. İnaç bu. Qaroli. Qaroli avval qalonmi? Bengerski? Ha. Black Blender ham az. Black Blender. Mana giloslar. Siz şeyga turing, bo'yingizdan uzun. Bitta ko'rsin mana. Mana bo'ylaridan uzun mana. Harbi kesamiz buni. Ha. Xudo xolasa 2 ishdan oldin. Mana endi mana bu shtamp qismida. Mana rasmiy xizmatlarga. Mana shu shtampa 40 cm bo'lishi kerak misol. Bizarniki 45 cm. Keyin mana birinchi ona shox. Mana shu birinchi ona shoxni 40 cm qoldirish kerak, to 60 cm gacha. Bundan ziyod. Mana bu ikkinchi shox bilan birinchi shox teng bo'lishi kerak. Lider 20 cm bulardan uzun bo'lishi kerak. Mana bu lider shox. Keyin bu bizlarning daraxtlarimizni ekishdan oldin razbika qilganga reja olgandan keyin chuqurligini 50, eni ham 50, uzunligi ham 50, chuqurligi ham 50 bo'lishi kerak. Turpoqdan to'yish kerak. Shuning uchun daraxtlar, bog'lar keyin bog' yaxshi bo'ladi, 100% ko'karadi. Ekishdan oldin buni mana o'riklarimiz. Mana bu o'riklarimiz ko'rsodiq. Bu ko'rsodiq degani ustiga turshak bo'lib turayotgan nima g'ulungi, yubiley navoiy, mana shaftollar bor. Shaftoli amerikanskiy shaftoli bor. Amerikanskiy lola bor. Lola bor, shalili u ham. Start bor. Start tukli. Mana yana giloslarimiz. Mana yana gilos. Regina, Skina, Napoleon. Hozir bu Gollandiyaning sortlari. Hosildor, bigi yaxshi. Mana shu bir Samarqandga 1 kilo gilos 35 ming bo'ldi. Mana olma, Crimson. Mana Crimson, Start Crimson. Golden'i bor bu yerda. Gold Spur. Hamma tak payvandi. Payvandlarimiz M106. Buni hozir sxemani misol sizlar 5 ga 2 hektarlaringiz agar 1 gektarga 1000 tub ko'chat ketadi. Bu intensiv deganining sababi shu. Birinchi yil misol hosil qilsalar, o'sha 1 kilodan hosil qilganda ham o'sha misol 1 tonna bo'ladi. 10 kilodan hosil bergan vaqtga o'sha 10 tonna 1 gektardan hosil. Mana bular nok mana.